Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. 19-iyul Andijon Baliqchi mol bozoridan syomkalarimiz boshladik. Akalar, mana sotilgan variantidan birinchi bolasi. Bolasi nima aka? Xunojin birinchi bolasi. Suti nechtaga? 8 taga baraka bo'ldi. Nech pul oldi aka? Dikon akamiz otib sog'ib ichgani? Ostilari ham hamma joyi ekan janovarda. Yeb ichiga tani joni sog'lik, yuvoshligi o'z mana idish dimlanib ketibdi. Sog'ib qo'yishyapti, bo'ldi qiynamasdan. 30 million so'mga barakasi bo'pti akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Molimiz hamma yo'q ekan, karobkalari butun ekan. Hech bola qilmaydi. Syomkaga tushib qoldi. Aka bu shved nechinchi bolasi? Bolasi xunajin-a? Onasi nechinchi bola? 3. 3-chi bola, yeb ichishi tan joni sog'. Yuvoshligi-chi? Suti nechta aka? Hech bo'lmasa 12 ta 13 ta. Asli ham jo'r deyapti, 12 ta, 12 ta suti bor deyapti. Yuvoshligi, karobkalari butun ekan janovarda. Hamma yo'q joyda ekan. Bolasi xunajin ekan, 3-chi bolasi ekan. Nech pul deyapsiz aka? 60 million so'mdan haydcha mana bolasi xunajin, bolasi ham chiroyli, karobkasi butun ekan janovar. Sutga to'ygan variantlardan ekan janovar. Aka narxi nech pul qilishdi? 2 million. 2 million. 48 million savdo bo'pti akalar, beraman. Nomer beramizmi? 93lik 674 16 ga aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi narsa ekan janovar. Bozoringiz bersin aka. Navbatdagi sigirimiz bor ekan akalar. 3-bolasi, 4-bolasi ham aka. 3-bolasi 10 ta 12 ta suti bor ekan. Bolasidan ovos ekan. Yeb ichiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligi deyishyapti. Bolasi ham mana gibrid shekliga. Bolasi gibrid ekan, sementalga, qashqasi bor ekan janovar. Oyoq bo'lib polvon, istagan tuyoq, yaxshi narsa ekan. Bir hafta bolasi bir hafta deyishyapti akalar. Molimiz yaxshi, karobkalar ham, sasoylari ham. Nech pul narx aytyapsiz aka? 1 million so'mdan aytishyapti. Savdasi-chi bor pulga? Haj aka. Savdasi-chi aka? 36,5 million so'm savdo bo'libdi. Nomer beramizmi aka? 99lik 954 98 ga aloqa chiqarasizlar. Bunisi 3-chi, 2-chi. Bola novvoscha. Yeb ichishi tani joni sog'. Yuvoshligi yuvosh aka. Ostilari ham hamma yoq sasovlari zo'r ekan. Yumshoq, yuvosh ekan akalar. Mol dimlanmagan, ola parodalardan ekan akalar. O'zimiz mahalliy mollardan ekan. Suti bir 7-8 ta bormi? 10 taga ketaveradi. 10 taga sinovga bir haftaga beriladi. 10 taga ketaveradi. Dastlabkilarni qilib beramiz, xudo xolasa. Narxi-chi aka? Kelishtirib aytavering aka. 1 million ozgina kami bor. Nomer beramizmi? Bu ham ashi. Ha, 98 ga aloqaga chiqaveradi. Bitta nomeri aka. Bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Navbatdagi mana rossiyskiy sementalimiz bor ekan akalar. Nechinchi bolasi hoj aka? 2-bolasi. Onasi bo'g'oz qisir. Bolasi xunojin ekan mana akalar. Qach ko'p bo'pti janob. Avlikoldan qochgan shekilliga bu. Oyoq qo'li yo'g'on polvon ekan janovar. Shunday sifat kirib qoldi. Sarayermi? Men aynaqa avlikol deb aka. Avlikolga o'xshar ekan. Nechta suti bor? 10 ta sutga. Yeb ichishdan nech pul olyapti savdosi aka? 33 million akamiz savdo qilyapti, berilmayapti akalar. 2-bolasiga ekan. Bolamiz zakonniy mol janovar. Yosh. Jinda qarg'a kerak ekan janovar. Aka hoj aka. Jinda o'tdan qisilib qolibdi. Savdosi 33 million savdo qilishyapti. Bozorini bersin, olganga sotganga. Akalar, shved, qirg'iz shved ekan janovar. 46 million so'mga baraka bo'lgan joyda akalar, bolasidan ovoscha ekan. Bolasi ham zo'r narsa ekan janovar. Sutga to'ygan. Karobkalari butun. Sasoylari ham hamma yo'q joyida ekan. Suti nechta ekan aka buni? 10 taga ber sutini. 10 litr sutga. Tushlari akamiz olib beribdi. O'zi hamma yo'q joyida ekan.
Bolasini ham ko'rsatib qo'yaylik. Bolasi novosi ekan, bolasi ham zo'r narsa ekan. Obunasidan chorva izbosgan aka. Chorva izbosgan. Kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lib, like tugmasini bosib bersa, sizlar uchun mehnatdamiz, xudo xolasa. Aka, olganga sotganga baraka bersin. Mana shvet kimdan ekan aka? Akamizniki 53 million bo'ldi. Sotdi bu ham. Akalar, keyingi shvetimiz mana sotilgan variantida ikkinchi bola shekilliga aka. Yo, uchimi? Ikkinchi bolaga bolasini ovosmi najin? Bunachim bo'lish kerak. Bolasi najin ekan, jonivor yosh ekan molimiz. Sasoylari hamma joyida, korobkalari butun ekan. 50 nechi dedik? 53 millionga sotilganidan akalar, barakasi bo'pti. Olganga sotganga baraka bersin. Bolasi ham yaxshi narsa ekan, shvet ekan. Urug' ekan bolasi jonivor. Zo'r bo'pti aka. Bunisini bilmaysizmi qorasini? Buni 37,5 millionga Anjoli akalarimiz oldi. 37,5 millionga 3-bolaga bolasini ovossi ekan akalar. 8 ta 10 ta sutga olishibdi. 37,5 millionga barakasi bo'pti akalar. Yaxshi narsa, bu ham qirg'iz mol ekan jonivor. Tepadan tushgan ekan, u ellari bilan turibdi. Bozorni bersa akalar, olganga sotgan. Akalar, navbatdagi shvet molimizni savdosi bo'lyapti. Ikkam 50 millionga bermadim deydi. Mana sog'ib ko'ryapti. Hamma yo'g'i joyida ekan. Savdosi qo'zigan joydan mana. Hech pulga baraka bo'lar ekan. Mana barakasi bo'lyapti akalar. Hech pul savdo qilyapti aka. 46,5 million so'm akamiz foydalangani so'rayapti ekan. Savdosi qilgan joyda. 100 dollar foyda beryaptimi? 100 dollar foyda beryapti akalar. Akamiz ham olgan ekan, 100 dollar foydasiga so'rayapti, berilmayapti. Buni ko'rsatib o'tdik, yana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mol zo'r narsa jonivor. Hamma yo'g'i joyida. Ostilari ham, boshqasi ham. 46 million so'mga mana savdosi bo'lyapti akalar. 47 million deb aka turibdi. 46 million deb bu aka turibdi. Akalar savdo qilib talashishyapti. Olganga sotganga baraka bersin akalar. Akalar mana bitta shvet. Rossiyskiy aka bu? Rossiyskiy chavan molimiz aka. Bolasi novvos ekan. Nargisi shvetniki xunajin ekan. Savdosi qizigan joyda. Molimiz yosh ekan. Dumalab qopti molimiz jonivor. Badanini semizligi ham, boshqasi ham, molimiz ham yomon emas akalar. Uzun, keng, to'g'ri narsa. Osoni zo'r jonivorlar. Akamiz savdo qilyapti, sog'ib ichgani 115 million so'mga berilmayapti akalar. 115 million so'm savdo qilyapti, berilmayapti. Sog'ib ichgan so'rashyapti. 15 tadan sutga beramiz deyapti. Bunisi novos ekan bolasi. Qiziliniki. Shvetnik xonajin ekan. Akamiz savdo qilyapti, berilmayapti. Bozor mollarimiz ham yaxshi. Pul ham yaxshi pul. Olganga sotganga baraka bersin. Akalar, birinchi bolaga bolasi xunajin ekan. O'zimizning mahalliy mollardan ekan. Suyagi butilagan. Korobkalari yaxshi ekan, sasoylar hamma yo'g'i joyida ekan jonivor. Suti nechta aka? Suti 8 litr sutga beramiz deyapti. Bolasi xunajin ekan jonivor. Bir hafta 10 kunlik bo'libdi. Molimiz kavshanib turibdi, yeb ishlari tanijoni sog'yapti. Narxini nech pul deyapsiz aka? 40 million so'm narx so'rashyapsiz. 35 million so'm savdo qilishibdi akalar, berilmayapti. Bolasi xunajin ekan, molimiz yaxshi ekan. Korobkalari suyagi butun ekan jonivor. Yonboshlardan ham ko'rsatib qo'yaylik, kichkina mol emas. Havosida hamma yo'q joyda. Aka, nomer beramizmi? Nomer beraveramizmi? Nechilik? 33lik. 281 24 20. Ha? 24 25. 284 24 25 aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bir haftasi davomida yetkazib beramiz deyishyapti. Yaxshi narsa ekan jonivor, kelajagi bor. Sasoylari ham zo'r jonivor, birinchi tumsaga zo'r variant. Akalar, navbatdagi qirg'iz shvet molimiz baraka bo'lyapti, savdosi qizigan joydan. 3-bola, bolasi xunajin ekan. Bolasi ham urug' ekan jonivor. Sifat zo'r, korobka butun ekan. Suti nechta ekan aka? 10 litr sutga deyapti. Barakasi nech pul bo'lyapti? 35,5 millionga mana akalar savdo qilyapti, sog'ib ichgani berilmayapti. Akamiz ham dikonchilik aka. Akamiz ham dikon ekan, bular ham dikon ekan akalar. 35,5 million savdo qilishyapti, berilmayapti. Molimiz zo'r ekan jonivor. Bolasi to'laydi, xudo xolasa.
Bolasi ham zo'r narsa ekan. Uruqqa qo'yilgan ekan, oyoq qo'li but. Karobkalari butun. Zo'r narsa ekan. Ostilari ham hamma yo'g'a joyda ekan. Yebishi, jangon soligi. Reklama qilyapti. Ha, hojiga syomka qilyapman. Olganga sotganga baraka bersin, akam mana 5,5 million savdo qilyapti. Savdosi qilgan joyda. Bering endi hoji aka. Navbatdagi qirg'iz shved sigillarimiz bor ekan akalar. Bolalari hunarchimi? Nechinchi bola? Ikkinchi bola suti nechta? 10 litr sutga ikkinchi bolasiga. Ostilari, karobkalari, bo'g'az qisilligi gumon. Bu shvedimiz nechinchi bolasi? Buni 3-bolasi. 15 litr sutga, yeb ichishdan joni sog'. Yuvoshligi yuvosh. Molimiz yaxshi narsa ekan, janob akalar, o'zimiz qirg'iz shvedlardan ekan. Bolasi yaxshi narsa, kichkina emas. 2-3 oylik, 3 oylik bor. Unisiniki ham 2,5, 3 oylik bor. Tishlari 8 ta, 6 ta. Bunisi 6 ta. Bittasiniki 8 ta ekan shvedimizniki. Bunisiniki 6 ta ekan. Shoxlari tikka shox. Kelishgan ekan janob. Narxi nech pul deyapsiz uka? 8 million ekan. 48 million shved. 40 million ekan. Bunisini 40 million so'm kami bor. Nomer beramizmi? 70lik. 126 2241 ga aloqaga chiqaverasizlar aka. Bir hafta sinovma yetkazib beraveramiz dastavkalarni qilib. Olganga sotganga baraka bersin. Akalar, navbatdagi birinchi tumsa sigirimiz bor ekan. Bu ham shved ekan. Bolasi nima aka? Bolasi novvochcha ekan. Bir haftalik bormi? 5 kunlik bo'pti janovarda. Birinchi bolaga ekan. Mana chiroyli, tekis narsa ekan. Ostilari ham, karobkalari ham butun ekan. Birinchi bolaga aka. Suti nechta aka? 5 kunlik bo'ldi. 5 litr, 6 litr. 5 litr qo'l tekizib turibdi, nomiga saqlab 5-6 litr va bolasi tagida yuribdi. Mol endi xudo xolasa o'g'izdan ayirib, rost mana 40 dan keyin sutga qo'shiladi xudo xolasa. Molni karobkalari hamma yo'g'i joyida ekan. Sifatiga gap yo'q mol. Yuvoshligi yuvosh ekan akalar. Sasoylari ham, tutamlari ham yumshoq, 4 joyda, bir joyda ekan akalar. Narxini nech pul deyapsiz aka? 38 million so'm narx aytishyapti. Savdosi hoji aka? 34,5 million so'm savdo qilishyapti akalar. Nomer beramizmi? 88 lik. 769 769 15 15 85. 1585 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa bir hafta sinovman yetkazib berishadi. Bola novvosh, ko'chat ekan molimiz. Sifat zo'r haqiqatda. Sasoylari 4 joyda ishqivozi masa qilib boqadi. Bitta oilani zakonni o'z bo'riga yetaveradi hosil. Navbatdagi to'qol variantidan ola ekan janob, bolasi novvochcha ekan. 1 oylik novvosdan chiqqan ekan. Nechta suti bor ekan aka? 10 litr sutga yeb ichishiga, tanajoni soligi, yuvoshligi yuvoshi aka. Bolasi novvos bo'lsin, yosh bo'lsin, hosili yaxshi bo'lsin deganlar akalar. Karobkalari butun ekan, hamma yo'g'i joyida ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? Aka, narxini. Ha, 35 baraka bo'ldim. Baraka bo'pti akalar, 35 millionga baraka bo'pti. Olganga sotganga baraka bersin akalar. 35 millionga sotilibdi akalar. Yaxshi narsa ekan, yaxshi pul. Bolasi ham 15 million, yana 20 million bo'pti. Bolasi kuzga to'lab ketadi, xudo xolasa. Olganga sotganga baraka bersin. Obunasilar, bugungi syomkamiz tugadi. Kanalga obuna bo'lib, podpisatsiya qilib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun mehnatdamiz, xudo xolasa. Keyingi bozorlarda, videolarda ko'rishguncha.